Tashlaylik. Mana bular meniki emas bu. Mana, ana shuniki. Ne qiladi? Bir inson 5 farzandi bor. Birinchisi yig'ishtiradi, ikkinchisi ovqat qiladi, uchinchisi shaxmat o'ynaydi, beshinchisi dars qiladi. To'rtinchisi nima ish qiladi ekan? To'rtinchisi videolar kim bo'ladi-da? Kommentariyada yozinglar, to'rtinchisi nima ish qiladi deb. Yaqinda to'y ekan, hayma o'shunda nimalarga yoshlantirib kelmadingmi qilib narsalarni? Eshitdim aka. Xo'p, achkichalarimiz bu o'sha dalagirda olgansan, menimcha. Ay, siyo bozordan talab ketdim. Salfetka, suxoy salfetka ishlatasan. So'qoy kerak bo'ladi-ku. Влажность nima uchun masalan? Vlajni ham bunaqa tozalikka rioya qilish kerak. Tozalga rioya qilasanmi yoki boshqa narsa? Tozalik. Trend uchun yaxshisizmi yoki ma'no uchun? Boshda trend uchun edi, hozir endi ma'no uchun yashaymiz. Hammasi nima edi? Qishdan qoldingmi? Yo'q, aka bu letni bu lekin. Let futbolkani ustidan kirilayotgan. Polni o'sha mana bu turetskiy kiyimlardan-da bu. Yo'q, bu Nyu-Yorkdan kelgan. Nyu-Yorkdan. Dolce Gabbana, Nyu-Yorkda bilasiz. Katta unaqasi bu. Bitta boshqatdan? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Bu Polo, Brooklyn. Brooklyn. Bunisi-chi? Bu Miami Beach. Miami Beach. Ipadrom. Bu Siyob bozor o'zimizda. Siyob bozor o'zimizda. Ha, o'zim ketib olganman. Birinchi o'ylayman. Chiroyli, ha? Siyob bozor deb ay. Siyob bozor. Bitta Siyob bozor o'zimizda. Ya bu Siyob bozor, legendani Siyob bozorda. Legendari Siyob bozorda. Yo'lda ketibman. Ha, ketasiz, to'g'ri ketasiz. Chapa o'ngga burilishingiz uchun nima sabab bo'ladi? Yo'l tom bo'ladi. Yo chapa yo o'ngga. Yo hayotda emasdanmi? Hayot, ha, hayot. Katta bo'lyapsiz asta-asta. G'am, tashvish, o'ylov hayot, Muammolar. muammolar. Men qarang, qizig'i men bitta narsaga hayron qoldim-da. Sal prava olmagansan, moshina qanday yuribsan? Mana prava, Prava bormi? Yo'q, Li9 qachon olibsan endi? Ley 9 yig'ali. Qo'layda qo'ydik. Ko'z bo'lmasin, odamlar uchun olingan o'zi, to'g'risi. U ham orange rangidami? Yo'q, aka. Salon orange bo'ladi, usti qara qonni. Ha? O'ylab qolsa qana rang qilishdi. Tiffany qilyapmiz shunda bo'pman. Ichi qara bo'lsa-chi? Ichi qara bo'lsa, Men ichim qara bo'ladi.